uyda egalari burchatgandan baraka topmadim, yaxshi bo'lmadi, xizmat qilib bermadi deyishdi. Qaranglar, buni chiqarib tashlab turib, nima narsadan foydalanish deganlarga qaranglar. Uyda egalari burchatgan bitta qo'ymasa olib tashlaylar deyishdi. O'rniga Farg'ona asfaltdan eng mayindan yaxshisidan chiroyli holatda bostirishdi. Siz qaysidan foydalangan bo'lardingiz? Original asfaltdan yoki bunaqa burchatga kafeldan foydalangan bo'lamidingiz? Hammani xohishi o'zida, lekin bu ham xizmat qilib beradi. Siz bunga ko'proq xizmat qilasiz. Artasiz kuniga tozalaysiz. Lekin asfalimizda bunaqa emas, shu holatda bir xilda yaltirab, chiroyli holatda turib beradi. Narxi necha pul deganlarga, narxi 1 kvadratini 65 ming so'mdan 75 ming so'mgacha ham arzon, ham tez bo'ladi. Chekalarga shu holatda versatsiya ham qilib berilaveradi. Asfaltning sifatini qayerdan bilamiz deganlarga, ham mayin, ham yaltiraq, ham saqichi ko'p bo'ladi, ham issig'i ham zo'r bo'ladi. Farg'ona asfalt ko'p, Farg'onada asfalt zavodda o'zi ko'p. Sifatligini topish qiyin bo'ladi. Shuning uchun Farg'ona asfalt chaqiradigan bo'lsalaring, 1 yilga qog'ozi bilan garantiyasi bilan qilib berilardi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz. Bemalol farzandlaringiz ham yalangoyoq o'ynab yuradigan bo'lsa ham so'kmaysiz, sovutib olib boshqa deyishni hojati yo'q, chunki asfaltning foydasi ko'p. Juda ko'p xonadonlarda 90% hozirgacha asfalt foydalanganlar. Pastda nomerlar bor, aloqaga chiqsalaring chiroyli qilib bosib xizmatini qilib beradilar.